Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolatu vasallamni mu'minlarni sifatlab Sura Fath'ninki 29-oyatida Muhammadun Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum. Payg'ambar alayhisalom va Rasulullohninki sahobalari boshqalarga, ya'ni kuffarlarga intayin qattiq, mustahkam, ya'ni bilichin, ammo o'zaro mu'minlarga qarata intayin merashafqatlik, kuyimchan, mehribon degan shaklda sifatladi. Bundan boshqa Alloh subhanahu va taolo yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Sura Shuroning 8-oyatida xohlagan kishini o'zining marhamatiga kirgizadi degan shaklda marhamatni o'zining bir fazilat, o'zining bir fazli ihsoni, o'zining bir karim sifatida bizga bayon qilyapti. Bugungi darsda inshaalloh bu haqda to'xtalamiz. Endi hozir o'qigan oyatimizda Alloh subhanahu va taolo xohlagan kishini o'zining rahmatiga kirgizadi degan shaklda ifodalangan bo'lganqa shu shaklda tarjima qilyapmiz. Buningdan bir qism qarindoshlarimiz bir xato tushunch bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu bir odamning mehr shafqatlik bo'lishi, mehribon bo'lishi, kuyimchan bo'lishi Allohning mashiati va insonning buningda hech aloqasi yo'q. Degandek, ya'ni bu Alloh kuyimchan yaratgan odam kuyimchan bo'ladi. Qalbini yumshoq yaratgan odam yumshoq bo'ladi. Bu xil tushunchaga nisbatan bizning biladigan tushunchamiz, ya'ni biladigan javobimiz Sura Al-Imron'ninki 159-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala fabima rahmatin minalloh linta lahum. Ya'ni Rasulullohga xitob qilib Allohdan kelgan bir rahmat sababli sen ularga muloyim bo'lding, mehribon bo'lding degan shaklda ifodaladi. Mushu o'rinda Allohdan kelgan rahmat sabablik degan oyatning bu xil shaklda ifodalanishidan bizning oladigan tushunchamiz bir odamning mehr shafqatlik bo'lishi, bir odamning rahimdil bo'lishi, qalbida rahmatning o'rnishi Alloh bilan bo'lgan aloqaga munosabatli. Chunki ma oyatda Alloh subhanahu va taolo rahmatni Alloh tarafidan kelgan degan shaklda ifodalaydi. Ya'ni bir odam Alloh bilan bo'lgan aloqasi yaxshi bo'lsa, Alloh qo'ygan bog'lantisi yaxshi bo'lsa, bu odamning qalbida Alloh tarafidan bir rahmat paydo bo'ladi. Bu rahmatning ta'siri bu odamning sirtida, ya'ni ish faoliyatlarida, gap so'zlarida, suluklarida aks etadi. Aksi taqdirda, ya'ni bu odamning Alloh subhanahu va taoloninki o'tirisidagi bu odam bilan aloqa nacharlashib, Allohdan yiroqlashsa, bu odamning qalbida qattiqlik shakllanadi. Bu qattiqlikning amaliy ta'siri bu kishininki so'zlarida, ish harakatlarida, sulukida aks etadi. Bu bir ilohiy qonuniyat. İlahi qonuniyat. Ma oyatning oxirisi va. Ya'ni oyatning oxirisida fabima rahmatin minalloh linta lahum deb bo'lib, walau kunta fazzan ghalizal qalb tanfaddu min hawlik. Buni biz to'planish, tarqab ketish ilohiy qonuniyat desak bo'ladi. Har qanday bir kishi, mayli dada olsun, ailedeki, ana olsun, maktabdagi o'qituvchi, ustoz olsun, yoki bir organdagi bir amaldor olsun, ya bir harakatninki yetakchi rahbar olsun, atrofidagilarning o'ziga uyushish, o'zining atrofiga uyushishni, o'zining gapini anglashini, bir yerga to'planishini cho'qqum orzu qiladi. Buni orzu qilmaydigan ish beshidagi har qanday odam bo'lmaydi. Har qanday ish beshidagi odam atrofidagilarning o'zining atrofiga mustahkam uyushishi orqali bir natijani qo'lga keltirishni umid qiladi. Endi boshqalarningki sening atrofingga uyushish orqali bu yerda bir mustahkam bir qurilish barpo qilish va buningdan unumli bir natijani qo'lga keltirish uchun
sen bu qonuniyatni uyg'unlashing kerakki, Alloh bilan bo'lgan aloqangni yaxshi qilish orqali mehribonlikni qalbingga o'rinlashtirish va bu mehribonlikninki ta'sirisiningki gap so'zing, ish harakating, boshqalarga bo'lgan muomalangda aks etishi kerak. Agar aks taqdirda Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqang uzilsa, sen kim bo'l? Qalbing qattiqlikqa tashrak deb qo'yamiz biz Uyg'ur tilida. Qattiqlikqa tushidi. Bu qattiqlikning ta'sirisining kishilarga bilan bo'lgan munosabatingda, gap so'zing, sulukingda ifodalanadi. Shuning bilan atrofingdagi kishilar atrofingdan tarqab ketadi.